Mana bemorimiz keldilar. 2 yildan beri kuzatib yuribdilar bani. 37 yoshdalar, достаточно yosh, aktivniy, lekin tug'ruqlardan keyin mana shunaqa varikoz tomirlar kengayib chiqib ketgan. Hozir lazerdan ikkala tomonlarini yopib, mayda juda tomachalarga ishlovlar berib, skleroterapiya qilib, turg'izib uylarga jo'natib yuboramiz. Hozir boshlayman. Siz hech narsa sezmasligingiz kerak. Qop qilib qo'yib ketmang. И agar achisa, qizigandek bo'lsa, ertasi qop, hech narsa sezmasligingiz kerak. Qalaysiz? Juda bo'ladimi? Qo'ldan qo'rqmaydigan odam uchun vashi yo'lda-ku. Chiqqanda, deydi, narsa bor emas. Qo'ldan qo'rqqan odam uchun конечно, shuncha qo'rqiladi. Ancha vaqt o'tmasa oson sezib qiladi. И operatsiya misol uchun kimgadir 5:30 chiqib ketamiz, kimgadir 1 soatdan oshib ketadi. Bunda qanday og'ir yengilligiga qarab. Shuning uchun har doim aytaman, muammo bormi? To muammo bezovta qilib chiqish kerak emas-da. Vaqtida murojaat qilib, tez, oson, hech qanaqa muammosiz tezroq qutulib olgan ma'qul. Har bir operatsiya bo'ladi. Har bir hukumat qiladi o'sha odam. Juda ham ko'p kasallar, masalan, misol uchun kuzda, qishda kelishadi-da, nima tushuntiraman, operatsiya qilish kerak deyman. Yo'q, hech narsa topmayapsiz deb ketishadi. Yozda yo yara ochilib keladi, yo tromboz bilan keladi. Doktor qachon operatsiya qilamiz deb keladi. Qiling, tezroq qiling deydi.